Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Shohnas xonimning hovlisidamiz. Mana ogaratlari, mana suv qo'yib, dehqonchilik qilib, işte mehnat qilishar ekan. Mana uyning joylashgan o'rni. Bir qat, ikki qat, 3 qat, 4 qat qilib quradi ekan. 4-qati mansarda ekan. Maşallah, tabarakallah. Mana uygun bu tak kısmı bu joylangan. Uy podvali. Maşallah bana maaşın çok güzel maaşın ekan. Mana shunday qatda sekin ko'tarilib ketaverasiz. Uyning past qismidan birinchi bölge ko'tarilish. Uy mana shunday joylashgan, ko'chaga chiqadigan eshik. Mana uy. Mana shunaqa olingan. Mana xonalar. Mana hammam. Mana Shohnas xonimning ish faoliyati. Mehmonlarga mana xizmat ko'rsatib, tayyorgarlik olib boryapti. Mana uyni joylashgan o'rni bu kichkinagina, juda chiroyli oshxona. Mana birinchi etajdan turib, tog' manzarasida turib, tabiatni tomosha qilsa bo'ladigan oddiy holat. Mana qarang, tog' go'zalliklarini qarang. Tan olish kerak, juda chiroyli. Mana tabiat qo'yadi. Mana qarang. Tog' bag'rida shunaqa bir go'zal manzara. Maşallah. Ne güzel joylarga ega. Mana biz shunaqa go'zal va chiroyli joylarda. Mana dehqonchilik qilinadigan joyi ham. Maşallah. Tog' manzaralarining go'zalligiga hayron.
hayratlanmay ilojim yo'q. Mana masjidni qarang. Maşallah. Bu birinci masjid. Bu ikinci masjid. Dinga bo'lgan e'tiqod, islomga bo'lgan hurmat cheksiz bu yerda. Maşallah. Shunaqa go'zal, chiroyli joylarga ega bo'lgan go'zal go'shalardir. Maşallah. Mana bu ikinci go'zallik. Bu yerda ham oshxona. Üçüncü etajda mana choy, non tashkil qilib bemalol o'tirishadi. Mana oshxona, gaz. Qoyil qolishga shunday joylarga ham trubada gaz kelgan. Qarang go'zalligini. Maşallah, Shohnaz xonim umringdan baraka top. Mana shu Usmon bey bilan daxli bo'lgin, taxli bo'lgin. Qarang, qanday go'zal manzaralar. Uy go'zal bir sharoitda qurilgan. Mana bu yerda hammom, hamma sharoit qilingan. Mana bu yerda yana mehmonlar yotadigan, dam oladigan xona. Bu esa mansarda. Qarang. Bu joydan turib yana tog' manzarasini tomosha qilsak, yana ham chiroyli bo'lishadi. Qarang. Shunday bir go'zal, shunaqa bir jozibador va chiroyli joylardir. Faqat bag'rida ko'ngil ochiladi. Maşallah. Mana bu mehmonxonasi. Qoyil qilish kerak. Go'zal va bejirim. Mana bu yoqdagi tabiat go'zalligi yana hayratlanasiz. Buni qarang, go'zallikni. Mana biz shu mashinada kelganmiz. Maşallah. Tabarakallah. Güzellik. Mas. Tağ manzarası. Hayratlanmay başka ilojing yo'q. Bir-biridan go'zal, joy, ajoyib joylar. Sevgili Shohnaz xonim. O'g'lida baraka topsin. Mana shunday go'zal, shunday ajoyib joylarda bunyod qilib, shu yerlarda yashayotgan ekan, umridan baraka topsin. Allohim qilayotgan duolarini ijobat qilib, harakatlarini ijobat qilib, shu Usmon bey kuyovimiz bilan Shohnaz xonim tezroq farzandlari bo'lib, shu yerlarda sunnat to'ylari qilganda kelib, xizmat qilish, qatnashish bizga nasib etsin. Amin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz ertaga eng baland tog' tepalarga chiqib, pikniklar tashkil qilib, ana o'sha yerlardan O'zbekistonning eng shirin shashliklarini sizlarga ilova qilamiz. Ko'rishguncha azizlar, sog' omon bo'linglar.
yana ham go'zal va chiroyli joylarni sizlarga tavsiya etamiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.